sizni bu kasallik dardingni sev bo'ladi. Dardimni sevdim. Bu dard orqali men ruhan uyg'onishga, Xudoni asl tanishga keldim. O'shaning menga shu dard berildi. Siz orqali butun oila uyg'onadi. Bu bejizmas, hammasi ilohiy. Ayub alayhissalomni eslang. Ayub 18 yil yotgan. O'qiganman. Sizdan necha yildan beri? O'qigan kitobdami? Yo'q, holatingiz. Bu ancha bo'lib qoldi-da, eski lekin 20 yildan o'tib ketdi. Endi bu karma chiqadigan paytiga keldi, chiqib ketasiz. Onangizni eshitaman-da, onangizni gapirib berganlaringizni eshitib yig'laganman-da. O'sha yig'laganman, onangizni gapirib bergansiz. Shunday yig'laganman-da, o'zimni holatni o'tkazgan. Onangizni gapirib bergansiz, yig'laganman. Telefonda yig'layapti, siz gapiryapsizmi, yig'layapsizmi? Ko'raylik ketamiz. Otangiz nima edi, necha yoshsiz? Alekasar 56 yoshda. Qizlar necha o'g'lim bor, bir qizim bor. Necha yosh? 58. 56 ga kirdi. Hanifa opa. Qizlarjonlar, Hanifa opa 56 yoshdalar, Sirdaryodan keldilar. Hammamiz hozir portal ochilganda yaratuvchidan so'raymiz, Xudodan. Shunday tezlikda, kvant tezlikda oyoqqa turib ketsinlar, butunlay darddan forig' bo'lsinlar. Ilohi amin. Ko'p qilgan duolari hammasi ijobat bo'ladi. Shular qatori kimda shunday oilasida shunday holat bo'lsa, albatta shifo so'raymiz. Men ham onamga, otamga, hammaga shifo so'rayman. Yugurib ketingda shunday dardlaringizni sevib, butunlay bu dard sizni uyg'otishga kelganini va bu darddan minnatdor ekanligingizni Xudoga yetkazasiz va siz yugurib ketasiz. Xudo xolasa, faqat butunlay ishonchli bo'lsangiz bo'ldi. 18 yillik Ayub alayhissalomni eslanglar qizlar. 18 yillik katta sinovdan keyin yana 33 yoshli ayollari bilan yosharib boy badavlat bo'lib ketdilar. Hammada bu sinov vaqtinchalik. Faqat qani sen menga asl kelasanmi yo'qmi? Senga pulsizlikni beraman, senga sog'lik bilan ushlayman, sen yana bir narsa bilan ushlayman, sen yana bir narsa bilan ushlayman deydi, lekin hammasi u tagida Xudoga borish bo'ladi. Hanifa opa, katta rahmat Sirdaryodan kelganingiz uchun. Rahmat, sizni ko'rib tavob qilganim. Aylanib ketay, Falastin, Isroil ziyoratlarimizni ko'rib biladi. Juda ham ta'sirlanib o'shanga kelibdilar bizlarni ko'rgani. Katta rahmat ko'rganingiz uchun. Sizni qalbingiz, ruhingiz ko'rdi u narsani. Siz ham sog' bo'ling, o'g'il qizlaringizni baxtini ko'ring. Charchamaylik, umringiz uzoq, menga bizga o'xshaganlarga madad qilasiz. Amin. Allohu akbar. Qani qizlarjonlar, ijodga davay, mana shunday ana yoqqa borib keling.